Assalomu alaykum aziz vatandoshlarimiz, yaxshimisizlarmi, tinchmisizlarmi? Andijon viloyati avtomobil bozoridan gapiryapmiz. Mana bugun yakshanba kuni 2026-yil may oyining oxiridamiz. Bozorda aziz vatandoshlar mashinalar kamaydi. Chunki ko'chada ham bozor bo'lasiz, ichkarida ham bo'lasiz. Bugun ko'chaga mashina qo'ymadi. Ichkarida ham joy unaqa probka bo'lib ketmadi. Demakki, narx-navolar ham sal-sal qimirlab qoladiganga o'xshayapti. Endi haligi mashinani yana ham tusa olaman deb yurgan akalarim, ukalarim uchun video qilib qo'yapman. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar, birodarlar. Like bosgan, podpiska bo'lganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo yaxshiligini ko'rishsin. Mana hozir bo'layotgan voqealardan gapiradigan bo'lsam, mana Nexia 2 miz mokriy asfalt ekan. 2013-yil ekan. 130 mingcha yuribdi. Dehqon o'zi olib chiqibdi. 4400 kami bor deyapti. 4000 ga ham 4100 4000 ga beradi. Holati go'zal, kraskasi toza ekan. Nexia 2 olaman deb yurgan akalarimiz, ukalarimiz uchun mana. Bozor har doim bugun ham yaxshi kirdi, har doim. Aziz vatandoshlar, mana sizlar uchun bu tomonlarga ham o'tdim. Mana hozirgi savdo bo'lgan mashinamiz Nexia 2 15-yil ekan. Sonus Lux beskandisiyan ekan. Yurgani 300 mingdan atrofida ekan. 300 mingdan sal oshibdi. Kraskasi 3 detalli petnosi bor ekan. Holatlari chiroyli ekan mana. Hozir savdo bo'lgani uchun sizlar uchun olib qo'yapman. Mana ichki holatlarini ham ko'rib ko'rasizlar. Ichki holatlari ham mana juda yaxshi holatda ekan. Motor rasxodlari yo'q ham mashinada. Mashinaning motor rasxodlari yo'q, go'zal ekan. Hozir shu mashinani 3700 qilishdi. Kimda kim 4000 ga yaqinroq pul bersa, 3700 ga qo'shsa, ko'rsatdim aka. 37 ga bermagan bo'lsa, 38 ga yo 39 ga bermoqchi. 4 dan tushib beraman deyapti. Agar kimgadir qiziqarli bo'lsa, navoda mashhur shu razmerda Nexia 2 istab yurgan odam bo'lsa, akalarim, nechi telefonga murojaat qilsin aka? 93lik. 93lik. 442 442 05 05 77. 77 ga telefon qilaverasizlar. Bu xohlagan hujjat bo'ladi. Xudo xolasa. Generalni ham bo'ladi, nomi. Generalni ham bo'laveradi, nomiga ham o'taveradi. Navoda 1000 so'm 500 so'm yetmay qoladi desa, nasibasi ham bo'lib ketaveradimi? Bir oyga kelishib. 1 oy, 2 oyga chiroyli qilib berilaveradi. Haligi narxi hamcha katta zazor bo'lib ketmaydi. Telefon qilaverasizlar akalarim, ukalarim. Sog' bo'lasizlar. Qadrdon aka ukalarim, mana hozir bitta akamizni mana qangali Impalasimi degani bor ekan. Mana akam 93-yil ishlab chiqargan mashina ekan. Motorlariga gap bo'lishi mumkin emas. Uka deyapti. Mana ichki holatlarini ko'rsatib qo'yaveraman. Mashina zo'r. Mehnatga mana molchi akalarimiz bor, molchi ukalarimiz bor, mol tashigani mehnatga Metal lom. tayyor. Endi leb o'ynashlarga ham endi molga ham juda ziver ekan, mol tashishga ham. Andijon shahardagi generalni xohlagan hujjat qolaveradi. O'zimizni qadrdon akamiz mana buni narxini necha pul deyapsiz aka? Narxini 3000 deyapman. 3000 kami bor. Mini ko'rib baho berib oladi. Necha xayriga. 3000 dan o'tib beriladi. Xayriga dinda. 2,5 tepasigina demak. Xudo xolasa, hali Kimni savdo qildimi buni? Qildi. Necha pul qilishdi? Bugungi bozorga qildi. Narxi 2000 bo'ldi. Borib o'tirib oldim Futsiya degan joyga. Ha, bo'ldi. Mana eshitdinglarmi, kimdir kelibdi, bugungi narxga 2000 beribdi. Akam 2,5 dan yursa 3000 pastida sotaman deyapti. Aka, qiziqqan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, nomeringiz nechi? Nomerimiz 99 887 02 66. Mana olsanglar akalarim, mana shu nomerni shunday kraskalar beramiz, ustiga o'zingiz nomeringizni yozib qo'yamiz akalarim. Zapaska baloni bor, Metallari bor, zapaska balon, damchilar, hamma yo'q. 2031-yilgacha ekan, metanni ham so'raydi akalarim, ukalarim. 2031-yilgacha. Kimgadir qiziq bo'lsa, shu nomerga hozir akamiz nomeriga telefon qilaverasizlar, xolis. Xolis, motorlar ham Nobel motor ekan, uni qaranglar. Jigilik karburator, rasxoti oz ekan. Rasxoti Aptol umuman emas. Benzinga ham vaqt zo'r edi. Benzinga yuraveradi. 12 deydi. Daniga 10 deydi. Paklarga benzin quyib sinadigan.
Ana. She'rlarini aytib. Ana akalarim eshitdinglarmi ukalarim? Ashunga qarab turib, xudo olsa kimga kerak bo'lsa, ash akamizni o'ziga telefon qilaverasizlar. Biz xolis yaxshilik bo'lsin deb turib olib qo'yyapmiz. Birga turib qoldik. Akamiz bilan birga gaplashib qoluvdik. Nima qilib yuribsizlar mana shunaqa deydi. Video qilib qo'yapman akalar. Kimgadir mana masalan zarar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqinda o'zimiz ham bitta qadrdonimizga mana shunaqa mol tashiyman mol bozorda dvijeniya qilaman degdi. Xuddi shunaqa mashinani istab topolmadik. Mana shunaqangi holati, chiroylirog'ini. Sog' bo'lasizlar akalarim, yana sizlar uchun xizmatdamiz. Podpiska bosib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa ko'payishib ketsak, ko'p yangiliklardan qilib turamiz. Sog' bo'lasizlar, Alloh rozi bo'lsin.